1500-yillar Bobur o'z dushmani bo'lmish Shayboniy xonga opasi Xonzoda begimni turmushga berishga majbur bo'ldi. Chunki Shayboniy xon bu nikoh evaziga Mirzo Boburga tinchlik sulhini va'da qildi. Boburga bu qarorni qabul qilish nihoyatda qiyin kechdi. O'z opasini eng ashaddiy dushmaniga turmushga berish u uchun juda ham og'ir kechirmalarni boshdan kechirishga sabab bo'ldi. Bobur, inam, xomush ko'rinursiz. Opajon, bugun men seni oldingga shoh sifatida emas, balki uka sifatida aytyapman. Nechuk bunday so'zlarni aytmoqdasiz? Buning sababi ne erur? Ular tinchlik sharti qo'ydi. Yurtimni qutqarish uchun men seni ularning qo'liga topshirishim kerak ekan. Shayboniy xonmi? Ha. Lekin men buni qilmoqchi emasman. Lekin minglab odamlarning qoni to'kilishidan qo'rqaman. Inam, Bobur, siqilmang. Agar mening bir umrlik baxtsizligim yurtimizga tinchlik keltirmog'i bo'lsa, mayli, men bu shartga roziman. Yo'q. Bu qaror emas. Bu zulmdir. Nechuk unday dersiz? Shohning har bir qarori xalqi uchun adolatli bo'lur. Sen bunga majbur emassan, opajon. Ammo bu taqdir. Men seni opangman, to'g'ri, lekin shuni ham unutmaginki, men shu yurtning malikasi hamdurman. Mayli meni tarix kechirur. Lekin men o'zimni kechira olmayman. Qo'y inam, unday dema. Tarixda seni adolatli shoh deya yod etsalar, meni esa sabrli ayol deya eslaydilar. Men hali qaytadan kuch topib, seni albatta ulardan ozod eturman. Albatta, men senga ishonaman. Chunki sening yuraging adolatdan yaralgan. Meni kechir. Qo'y, kechirim so'rama inam. Yurt uchun qilingan qurbonlik aslo gunoh bo'lmaydi.